kelibon jumlay jahon nozlanajakdir. Oftob qizitib asta sekin yozlanajakdir. Mana bugun bizning yotoqxonamizda 21-mart Navro'z ayyomi munosabati bilan bayram tadbirlari davom etmoqda. Bu tadbirda universitetimiz rahbariyati tomonidan talabalarning vaqtini maroqli o'tkazish, ularning kayfiyatiga kayfiyat bag'ishlash uchun turli xil davra suhbatlari, tadbirlar tashkil etilmoqda va talabalarga osh tarqatilmoqda. Shu munosabat bilan biz universitetimiz rahbariyatiga alohida minnatdorchilik bildiramiz va barchani kirib kelayotgan Navro'z ayyomi bilan muborakbod etamiz. Mana bugun Samarqand davlat universiteti 3-son talabalar turar joyida Navro'z bayrami munosabati bilan osh tarqatilyapti. Biz talabalar bundan juda ham mamnunmiz. Shu munosabatdan foydalanib, barchangizni yaqinlashib kelayotgan Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Qaynar sumalak marra kechar to'yu tomosha. Dillar quvonib shodlanib. Hamma mehnatlarga rozi bo'lsin, sog' salomatlik, tinchlik, omonlik bo'lsin. Bu yildan keyin mana shu Ramazon oylariga yetgan hammaga nasib bo'lsin. Allohu akbar. Dillar quvonib shodlanib parvozlanajakdir. Navro'z kelibon jumlay jahon nozlanajakdir. Oftob qizitib asta sekin yozlanajakdir. Navro'z kelibon jumlay jahon nozlanajakdir. Ko'hna turon elimda Navro'z olam. Yillar tutay qo'limda qani yur oshna, nur sochadi mo'lkul Navro'z quyoshim. Sayrgohda yurtimning keksav yoshi, qozonlarga sumalak, yoziq dasturxon. Navro'z bayrami muborak ey O'zbekiston.